Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz ilmus sarf, ya'ni morfologiya ilmi darsligimizda boshlaymiz. Bu darsligimizda biz o'qimoqchi bo'lgan kitob Al-Muyassar fi ilmus sarf. Morfologiya ilmidagi osonlashtirilgan kitob. Bu kitob morfologiya ilmida darslik qilinadigan Shazzal arf fi fannis sarf va Matnul bina degan bu ikki xil kitobdan jamlanib to'plangan. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin amma ba'd. Muqaddimesini o'zinglar bir qil ko'rsanlar bo'ladi. Men bayatni degandek bu kitob Shazal Araf bilan Matnul Bina mush kitobdan ixchamlangan shaklda jamlangan. Hamda bizning bugun o'qimoqchi bo'lgan ilmus sarf, ya'ni morfologiya ilmi degan qanday fan, nimalarni o'z ichiga oldi, buni kim paydo qilgan, bunu o'rganishninki foydasi nima va uning hukmi nima, bu haqdagi tafsilotlar haqida to'xtalamiz. Endi sarf ilmi qisqa chiqib aytgan vaqtimizda arab tili ilmiga munosabatlik fanlar ichidan muhimlarning biri. Ya'ni arab tili so'zliklari, arab tili morfologiyasi, arab tili grammatikasi, arab tili statistikasi qatorliq bir qancha fanlarni o'z ichiga oladi. Sarf ilmi bo'lsa, shu ikkinchi bosqich bo'lgan, ya'ni arab tili so'zliklarini o'rganib bo'lgandan keyin o'rganadigan arab tili morfologiya ilmi. Biz arab tili so'zliklarini Durusul Lughatil Arabiyya li g'ayrin natiqina biha degan kitobda o'rgandik. Endi biz ikkinchi bosqich bo'lgan ilmus sarf, ya'ni morfologiya ilmi haqida to'xtalamiz. Endi morfologiya ilmi nimalarni o'z ichiga oldi, nimalar haqida so'zlaydi deganda, biz kitobimizda oldi bilan morfologiya ilmiga munosabatlik mazmunlarni muqaddima shaklda bayon qilib o'tamiz. Undan keyin biz morfologiya ilminingki mazmuniga, asosiy mazmuniga kiramiz. Ya'ni biz bu kitobimizda muqaddimada sarf ilminingki mabadi'lari, ya'ni prinsiplari, ya'ni sarf ilmiga munosabatlik bo'lgan tushunchalar haqida so'zlaymiz. Ya'ni sarf ilmi degan nima? Sarf ilmi foydasi nima? Sarf ilmini kim ijod qilgan? Sarf ilmini o'rganishning hukmi nima deganga o'xshagan sarf ilmiga munosabatlik mazmunlar so'zlanadi. Ikkinchisi, muqaddimada so'zningki qismlari, ya'ni so'z qancha qismga bo'linadi, ular qaysi, bu haqida so'zlaymiz. Undan keyin taqsimul asma, ismlarning qismlari haqida so'zlaymiz. Undan keyin taqsimul af'al, fe'llarning qismlari haqida so'zlaymiz. Undan keyin al-i'lal val ibdal, biz buni o'z navbatida tushuntirib so'zlaymiz. Undan keyin mizanus sarfi, morfologik o'lcham haqida to'xtalamiz. Mana bu bizningki bu kitobimizning muqaddimasida so'zlanib o'tadigan mazmunlar. Undan keyin biz ilmus sarfning asosiy mazmuniga kiramiz. Ilmus sarf, ya'ni sarf ilmi asosiy cho'ng ikki xil narsa ustida so'zlaydi. Birisi al-fi'lul mutasarrif, ya'ni mutasarrif turiladigan fe'l haqida so'zlaydi. Jamid fe'l bilan aloqasi yo'q. Yana birisi mu'rab ism, ya'ni mutamakkin mu'rab ism haqida so'zlaydi. Endi bu mutasarrif fe'l nimalarni o'z ichiga oldi deganda, mutasarrif fe'l birinchi xil bo'linishi mazi, muzari va amrdan iborat 3 xilga bo'linishi haqida to'xtaladi. Undan keyin sahih fe'l, kasal fe'l deb ayiramiz. Undan keyin lozim fe'l va mutaaddi fe'l haqida so'zlaymiz. Undan keyin mujarrad fe'l va mazid fe'l haqida so'zlaymiz. Undan keyin jamid fe'l va mutasarrif fe'l haqida so'zlaymiz. Sarf ilmiga munosabatli bo'lgan tarafi qaysi? Mutasarrif fe'l. Undan keyin majhul fe'l va ma'lum fe'l, ya'ni aniqsiz fe'l va aniq fe'l haqida to'xtalamiz. Undan keyin ta'kidlangan fe'l va ta'kidlanmagan fe'l, bu haqida to'xtalamiz. Mana bu sarf ilminingki birinchi gavdasi. İkinci gavdasi nima deganda, ikkinchi gavdasi al-ismul mutamakkin, ya'ni mu'rab ism. Mu'rab ism degan nima? Biz buni to'g'ri so'zlaymiz. Endi bu mu'rab ism nimalarni o'z ichiga oldi, bu mazmun qaysi xil mazmunlarni o'z ichiga oldi deganda, bu birinchidan mujarrad va mazid. Ismlar ichidan mujarrad qaysi, mazid qaysi, bu haqida to'xtalamiz. Undan keyin mushtaq ism va jamid ism haqida to'xtalamiz. Undan keyin muzakkar ism va muannas ism haqida to'xtalamiz. Undan keyin manqus ism va maqsur ism va mamdud ism va sahih ism haqida to'xtalamiz. Undan keyin mufrad ism,
musanna ism va jam'i ism, birlik ism, ikkilik ism va ko'plik ismlar haqida to'xtalamiz. Mana bu sarf ilminingki asosiy mazmunlari. Bizning bu kitobda o'qimoqchi bo'lgan va umumiy jihatdan sarf ilminingki asosiy mazmunlari. Unda o'zi vaqtdoshlar biz darsimizni muqaddimadan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddimaning birinchisi qaysi? Mabadi'u ilmus sarf. Sarf ilminingki prinsiplari haqida. Muqaddima fi bayani mabadi'u ilmus sarf. Sarf ilmining prinsiplarini bayon qilishdagi muqaddima. Biz bu muqaddimada sarf ilmiga aloqador bo'lgan masalalar haqida to'xtalamiz. Birinchisi, sarf degan nima? Bu sarf ilmi deganimiz, bu sarf degan so'zning ma'nosi nima deganda, sarf degan so'zningki arab tilidagi, ya'ni arab lug'atidagi ma'nosi o'zgartish degan gap. Unda o'zi bu degan bo'ldi ekan, o'zgartish ilmi. Buningki arab tilidagi lug'at ma'nosidan buning ma'nosi chiqadi va ya'ni bu bir so'zni yana bir so'zga qanday qilgan, o'zgartiradigan qoidalarni so'zlaydigan fan degan bo'ladi. Ya'ni sarfningki lug'at ma'nosi nima? O'zgartish degan gap. Endi kitobimizga qarasak, as-sarfu, sarf deganimiz va yuqalu lahu at-tasrif va sarf mi deyildi va deyildi uning uchun tasrif mi deyildi. Ya'ni ilgirki zamonlarda ilmus sarf emas, ilmut tasrif deb atalgan. Sarf va tasrif ikkisi bir gap. Huwa lug'atan, o lug'at jihatda, ya'ni arab tilidagi so'z ma'nosi at-taghyir, o'zgartish degan gap. O'zgartish. Mana bu buningki arab tilidagi ma'nosi. Bu shu fandagi ma'nosi-chi, kasbiy atalg'usi desa, buningki kasbiy atalg'usi qo'llanish jihatda, amaliy qo'llanish jihatda, istilohan bil ma'na al-amali degani amaliy qo'llanish jihatda tahwilul asl al-wahid ila amthilatin mukhtalifa li ma'anin maqsuda la tahsulu illa biha ka ism al-fa'il wa ism al-maf'ul wa ghayru dhalik. Amaliy ma'nosi kasbiy jihatda bir aslini, ya'ni asli bir so'zni ila amthilatin mukhtalifa li ma'anin maqsuda maqsad qilingan ma'no uchun xilma-xil misollarga o'zgartish. Tahvil degani nima? O'zgartish. Nima uchun o'zgartimiz buni? Li ma'anin maqsuda la tahsulu illa biha. Maqsad qilingan ma'no uchun, u maqsad qilingan ma'no faqat shuning bilanlamchi hosil bo'ladi. Biz bir ma'noni maqsad qilmoqchi. Bu ma'noni, biz maqsad qilgan ma'noni ifodalash uchun bu so'zni o'zgartirishimiz kerak. Masalan, zihabun desak, berish degan bu masdar. Endi biz berish degan bu so'zdan bag'uchi degan bir ismi fa'ilni ifodalamoqchi bo'lsak, maqsad qilgan bo'lsak, cho'qim biz bu zihabun degan asli so'zni ism fa'il qanday qilamiz? O'zgartiramiz. Bu ism fa'il faqat o'zgartirish bilan qanday qilinadi? Ifodalanadi. Deydi, la tahsul illa biha degani hosil bo'lmaydi. U maqsad qilingan ma'no faqat shu xilma-xil misollar bilan. Ya'ni istilohan bil ma'na al-amali degani faqat shuning bilan hosil bo'ladigan deb tushunsak bo'ladi. La tahsul illa biha degani. Maqsad qilingan ma'noga faqat shuning bilan hosil bo'ladigan xilma-xil misollarga bir aslini o'zgartish. Xilma-xil misollarga nima qilish? O'zgartish. Xuddi ism fa'il, ism maf'ul va uning boshqasi. Demak biz daraba, urdi degan bu so'zdan yadribu degan fe'l mudori'ni chiqaramiz, idrib degan fe'l amrni chiqaramiz. Xilma-xil misol qanday qildik? O'zgartdik. Nima uchun? Xilma-xil ma'noni ifodalash uchun. Biz o'zgartmagan holatda shu ma'noni ifodalaylamdik? Yo'q. Bu biz maqsad qilgan ma'no faqat o'zgartish bilan qanday bo'ladi? Hosil bo'ladi. Mana shu. Endi buning ilmiy ma'nosi shu. Biz sarf ilminiki ilmiy ya dag'ili bo'ladigan qoidaviy ma'nosi nima deganda va bil ma'na al-ilmi, ilmiy ma'nosi ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwal bunyatul kalima allati laysat bi i'rab va la bina. Sarf ilmi mu'rab emas, mabni emas, so'zning qurilmasi, ya'ni mabni bo'lmagan, mu'rab bo'lmagan so'zning qurilmalarining ahvoli, onun bilan bilinadigan qoidalarni bilish sarf ilmi deb ataladi. Ilmun bi usul deganimiz qoidalarni bilish, yu'rafu biha, bilinadi u qoidalar bilan so'zlarning qurilmalarining ahvoli. Endi so'zlarning qurilmalarining ahvoli, onun bilan bilinadigan qoidalarni bilish sarf ilmi dedik. Endi so'zlarning qurilmalarining ahvoli zavar-zirlik jihatdanmi, mabni mu'rablik jihatdanmi desa, yo'q. Sözünün içideki, anda ahirisinin qanday qolduğanlıqı, mu'arab mı, mabnilik ma jihatdan emas.
allati laysat bi'arab va la bina degani mu'arab va mabnilik jihatdan emas, so'zning qurilmasi, hay'ati ning ahvoli, uning bilan bilinadigan qoidalarni bilishni deymiz, ilmus sarf deymiz. Demak, sarf ilmi so'zning oxirining zivari qo'lamdi, pashi qo'lamdi, buning bilan qarasi yo'q. Faqat shu so'zning qurilmasi, buning ichidagi qaysi asli harf, qaysi keyin qo'shilib qolgan harf, bu ismi fa'ilmi, ismi maf'ulmi, fi'li modimi, fi'li mudari'mi, fi'li amrmi so'zlarningkida o'z ichidagi ahvolning tadqiq qiladigan, ahvoli haqida so'zlaydigan fanni biz deymiz, ilmus sarf deymiz. Mana bu grammatik bilan ilmus sarfning farqi. Ammo grammatik uchun so'zningki jumladagi o'rni haqida, u pashlik o'rindimi, zivarlik o'rindimi, zirlik o'rindimi, pashlik o'zi pash o'qildimi yoki boshqa narsa o'qildimi, zivar o'zi zivar o'qildimi yoki boshqa narsa keldimi degan so'zning i'rob va mabnilik jihatda to'xtaladi. Ammo sarf ilmi uchun uning bilan qarasi yo'q. Faqat so'zning hay'ati shaklida-chu, hay'ati holatida tadqiq ilib boradi. Hamda val maqsudu bil abniya huna deydi. Bu yerdagi abniya bilan bo'lgan maqsad hay'at degan gap. Ya'ni so'zning nimasi hay'ati, so'zning qurilmasi degan gap hay'ati degan gap. Endi bu sarf ilminingki mavdu'i, ya'ni tadqiqot obyektivi nima deganda, sarf ilmi nima haqida so'zlaydi, nima ustida tadqiq olib boradi deganda, sarf ilmi faqat ikki xil narsa ustida so'zlaydi. Birisi mutamakkin ismlar, ya'ni mu'rab ismlar haqida so'zlaydi. Ikkinchisi mutasarrif fi'llar. Endi mutamakkin ism degan nima? Mutasarrif fi'l degan nima? Biz buni durus lug'at qisqacha to'xtaldik, tuanda yana to'xtalamiz. Endi bu ilmni kim paydo qilgan deganda, kuchli ko'z qarashga asosan sarf ilmini Muad ibn Muslim al-Harra degan bu odam paydo qilgan. Bu odam Hijriyaning 1187-yili vafot bo'lgan. Endi sarf ilmini o'qiganning nima foydasi bor deganda, sarf ilmini o'qiganning foydasi so'zlardagi xatolikdan tilni saqlab qolamiz. So'zlardagi, jumladagi emas, grammatik o'qisak, jumladagi xatolikdan tilni saqlab qolamiz. Ammo sarf ilmi so'zi so'zdagi xatolikni, ya'ni so'zning qurilmasida xato ishlatmaymiz. Fe'li modi ishlatilgan yoki fe'li mozi ishlatilamiz, muzori ishlatilgan yoki muzori ishlatamiz. Ya'ni so'zdagi xatolikdan tilni saqlab qolamiz va yozishda til qoidasiga rioya qilishga foydasi bor. Va muraatu qonunul lugha fil kitaba degan tilninki yozishdagi qoidasiga rioya qilish foydasi bor. Endi bu sarf ilminingki manbasi nima? Nega tayinib tuzilgan bu? Nimani asos qilamiz bu sarf qoidalarida desa, birinchidan sarf qoidasida Qur'onni asos qilamiz. Kalamulloh degani Qur'on. Ikkinchisi hadis, kalam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Uchinchisi kalamul arab. Arablarning so'zlarini hamma arabning emas. Arablar ichidagi fasihlarning so'zlari uchun asos qilinadi. Endi bu shariatdagi sarf ilmini o'rganishninki hukmi nima deganda, sarf ilmi shar'iy ilmlarning qatoridan bir fan. Shar'iy ilmning hukmi nima bo'lsa, sarf ilmining uchun shunday bo'ladi. Shar'iy ilm umumiy musulmonlarga nisbatan diniy ilmni o'rganish nima? Farz kifoya. Shuning uchun sarf ilmi uchun farz kifoya bo'ladi. Ammo shu diniy ilm bilan shug'ullangan odamga nisbatan bu farz ayn bo'ladi. Endi oxirida so'z dedik. So'z degan nima deganda, so'z degan lafzun mufrad wada'ahu al-wadi' liyadulla ala ma'na. Ya'ni bir ma'noni ifodalash uchun qo'yilgan mufrad so'z. Lafzun mufrad degani mufrad bir tovush, qo'ydi uni qo'yg'ichi bir ma'noga dalolat qilish uchun. Ya'ni bir ma'noni ifodalash uchun qo'ygan bo'lsa, buni bo'ladi so'z bo'ladi. Unda bo'lsa biz bugungi bu bitimizdagi darsni ixchamlab o'tsak, ilmus sarf, sarf ilmi uning tunishtirilishi lug'at jihatdan o'zgartish degan gap. Sarf deganimiz o'zgartish degan gap. Istilohiy ma'nosi ilmun bi usul yu'rafu ahval bunyatil kalima allati laysat bi'arab va la bina. Mu'rab va mabni bo'lmagan so'zning qurilmalarining ahvoli, uning bilan bilinadigan qoidalarni bilish nima bo'ladi? Sarf ilmi bo'ladi. Endi sarf ilmining mavdu'i tadqiqot o'rni nima deganda, mu'rab ismlar va mutasarrif fi'llar. Faqat mu'rab ismlar va mutasarrif fi'llar haqida to'xtaladi. Endi buningki ijod qiluvchisi, paydo qiluvchisi kim deganda, tunji qatimli paydo qilgan odam Muad ibn Muslim al-Harra. Buning foydasi nima? Buning foydasi savnul lisan anil xato fil mufradat. So'zliklardagi xatolikdan tilni saqlab qilish.
Onunki manbasi, asas tayanchisi nima deganda, birinchidan Qur'on, ikkinchidan hadis, uchinchidan arablarningki, fasih arablarning so'zlari. Uning hukmi nima deganda, vujub kifoyi, ya'ni farz kifoyi. Endi biz muqaddimaninki birinchi mazmun bilan tanishib chiqdik, ya'ni sarf ilmiga munosabatli bo'lgan tushunchalar bilan tanishib chiqdik. Endi muqaddimaning ikkinchisi so'zning qismlari haqidagi muqaddima. Biz so'zni tushundik. So'z degan nima ekan? Mufrat ma'noni ifodalaydigan tovush. Bir mufrat jumla emas, yolg'iz ma'noni ifodalaydigan tovush. Men, sen, kitob deganga o'xshagan. Endi bu so'zlar qancha qism bo'ladi? Buning muayyan qismi bormi deganda, so'zlar cho'ng jihatdan 3 turga bo'linadi. So'z cho'ng jihatdan 3 turga. Birinchidan bu so'z ya ism bo'ladi, ya fiil bo'ladi, yoki harf bo'ladi. 3 qismga bo'linadi. Ism degan nima, fiil degan nima, harf degan nima? Buna oid asos shunday qo'y. Ism deganimiz, ya'ni ma'lum shaylarning ismi, uningda bir vaqt uqumuchi bo'lmaydi. Masalan, kitob desak, kitobni bildadi. Qalam desak, qalamni bildadi. Buningda bir vaqt uqum bormi, yo'qmi? Yo'q. Unda o'zi bu nima ekan? Ism ekan. Fiil degan ya'ni fiil, ish harakat degan gap. Ya'ni ma'lum ma'noni bildiradigan, bu ma'nosida vaqt uqum bor. Ya o'tgan zaman, ya hozirgi zaman, ya kelgusi zaman. Masalan, zahaba desak, ketdi. Ish harakat shunaqo. Qachon ketdi? O'tgan zaman. Ya yadribu, yadhhabu desak, barudu, urudu. Ya'ni kelgusi zaman. Shunga o'xshagan ma'nosida vaqt uqumi bo'lib qolsa, buni bo'ladi, fiil bo'ladi. Harf desa, o'zi mustaqil ma'no ifodalab bermaydi. Buning ma'nosi boshqa bir ism yoki fiil bilan birikkan vaqtda buning ma'nosi chiqadi, mustaqil bir ma'noga ifodalab bermaydi. Endi biz buningki tafsilotga kirsak, ism deganimiz kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha ghayr muqtarinin bi ahad al-azminati ath-thalatha. Ism üç zamanning biri bilan birikmasdan o'zidagi ma'noni bildirgan so'z deydi. Diqqat. Kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha ghayr muqtarinin bi ahad al-azminati ath-thalatha. Ism üç zamanning biri bilan birikmasdan o'zidagi ma'noga bildirgan so'z. Bayatligimizda o'zida bir ma'no bor. Bu ma'noni bildiradi, ammo bu ma'nosi üç zamanning biri bilan birikmaydi. Ya'ni üç zamanning birisining hukmi yo'q buningda. Masalan, rajulun kitabun desak, rajulun er kishi, kitabun kitob. Buningda bir vaqt hukm bormi, yo'qmi? Yo'q. İkincisi fiil. Kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatun bi ahad al-azminati ath-thalatha. Fiil deganimiz o'zidagi ma'noga 3 zamonning biri bilan birikib bildiradi. Ya'ni o'zida bir ma'no bor, bu ma'nosida 3 zamonning biri bor. Masalan, kataba desak, yozdi. Fiil shunday o'sha harakat. Qachon yozdi? O'tgan zaman. Yaqra'u o'qiydi yoki o'qiyotidi. Qachon? Hozirgi zaman. İhfaz yadla qaysi zaman? Kelgusi zaman. Demak, bunda vaqt hukm bor, unda o'zi bu nima ekan? Fiil ekan deymiz. Harf bo'lsa, harf kalimatun la tadullu ala ma'nan fi nafsiha bal tadullu ala ma'nan fi ghayriha. Harf o'zidagi ma'noni bildirmaydigan, balki boshqasidagi ma'noni bildiradigan. Ya'ni boshqasidagi ma'no deganimiz boshqasi bilan birikkan vaqtda bundan bir ma'no chiqadi, yolg'iz holat uchun mustaqil ma'noni ifodalab bermaydi. Harf kalimatun la tadullu ala ma'nan fi nafsiha. O'zidagi ma'noni bildirmaydigan, balki boshqalardagi ma'noni bildiradigan. Masalan, hal desak, mu degan gap. Nima degan gap? Ma'no yo'q. Ammo kitob mu, qalam mu degan vaqtdan bir ma'no chiqadi. Fi data fil bayt desak, uyda bu vaqtda ma'no chiqadi. Lam deganga o'xshagan. Endi bu harf bizning bu sarf ilmimizga munosabatsiz. Bundan keyin bu haqda so'zlamaymiz. Wala dakhla lahu huna kama marra. Ya'ni biz baytni degandek, uning bu yerda ishi yo'q, aloqasi yo'q. Daxla degan aloqasi yo'q degan gap. Endi bu ism, fiil, harflarni qisqacha tushundik. Buning o'ziga xos bo'lgan, ismning o'ziga xos bo'lgan, fiilning o'ziga xos bo'lgan, harfning o'ziga xos bo'lgan alomatlari bormi desa, albatta bor. Alamatul ism, ismning alomatlari dukhulu harfil jar. Harfi jarning kirishi. Birinchidan, bir so'zga harfi jar kirib qolgan bo'lsa, buni biz shaksiz nima ekan deymiz? Ism deymiz. Ikkinchisi, alif ta'rif, aniqlashning alif lami kirgan bo'lsa, ya'ni alif lam kirgan bo'lsa, buni biz ism ekan deymiz. Ikkinchi alomati alif lamning kirishi. Uchinchisi, tanvinning kirishi. Ya'ni tanvin kirgan bo'lsa, biz buni ism ekan deymiz. Fi'l qanaqa qilmaydi? Tanvin kirmaydi.
Ve bil idafe ve izafetlik bulaş. Yani muzab bulaş isminin alameti. Ve bil isnad ileyh ve isnad ileyh bulaş degeni yani onunğa bir narsanın yönelişi degan gap, ya onunğa fe'l yönelip o fa'il bo'ladi, ya xabar yönelip jo mubtada bo'ladi. Yani isnad ileyh deganimiz onun mubtada yoki jo fa'il bo'la olish. Bu fe'lning nimasi? Ismning nimasi? Xususiyati. Mubtada fe'l olmaydi, fa'il fe'l olmaydi. Ve bin nida yani harf nidaning kirishi. Harf nidaning kirishi ismning xususiyati. Fe'l harf nida kirmaydi. Masalan, elhamdülillahi desek, elhamdü degan bo'lsa ismmi fe'lmi desek qaraymiz. Qarasak elhamdü deb bunga alif lam kiribdi. Unda o'zi nima ekan? Ism ekan. Lillahi Allah degan lafzul jalala bu ismmi fe'l bo'lsa, albatta ism. Nima uchun? Lillahi degan lam degan harfi jar kirdi. Kitabu Hamidin, Hamidning kitabi. Bu kitap ismi fe'lmi? Albatta ism. Nima uchun? Alamati nima? Bu yerda bu muzab bo'ldi. Hamidin ismi fe'lmi? Ism nima uchun? Chunki Hamidin deb tanvin kirdi. Demak, undan keyin ya rujaylu desak, rujaylu ismi fe'lmi? Ism nima uchun? Birinchi alomati buningga harfini da kirdi. Harfini da faqat nima kiradi? Ismi kiradi. Ikkinchidan rujayl deb kichiklitildi. Fa'il o'lchimida kichiklitilgan bo'lsa, bu mucho ismning alomati. Endi mana bu yuqorqi ismning alomatlari. Fe'lning alomatlari chu desa, fe'lning alomatlari qatning kirishi. Ya'ni qat kirgan bo'lsa, biz buni shaksiz nima ekan deymiz? Fe'l ekan deymiz. Bir so'zning oldiga qat kelib qolgan bo'lsa, biz buni fe'l ekan deymiz. Masalan, qad jaa Muhammadun deganga o'xshaydi. Endi jaa degan ismmi fe'lmi desa, qarasak oldida qat bor ekan. Unda biz nima ekan deymiz? Fe'l ekan deymiz. İkinci alameti sinning kirishi, ya'ni kelgu zamonda bildiradigan sinning kirishi. Sa'azhabu ila suq, bozorga boraman. Dedik azhabu fe'lmi ismmi desa, fe'l deymiz. Nima uchun? Istiqbolning seni kirdi deymiz. Üçüncüsü savfa. Savfaning kirishimi fe'lning alameti. Ya'ni savfa azhabu ila suq, fadiqanda bozorga boraman, demak azhabu fe'l deymiz. Undan keyin nawasib, ya'ni zo'r qilg'uvchi qo'shimchalar val javazim va sukun qilg'uvchi qo'shimchalar. Zibar qilg'uvchi va sukun qilg'uvchi qo'shimchalarmi faqat nima kiradi? Fe'l kiradi. Masalan, zo'r qilg'uvchi qo'shimchalar lan. Lan azhaba. Doz azhaba fe'l. Chunki bu lan nima kirmaydi? Ism kirmaydi. Lam azhab, lam bu sukun qilg'uvchi qo'shimcha. Bu azhab nima kirmaydi? Lam nima kirmaydi? Ism kirmaydi. Fa'ilning ta'sinin qo'shilishi, ya'ni muttasil domirlarning qo'shilishimi nimaning alomati? Fe'lning alomati. Masalan, zahabtu, zahabtuma, zahabtun degan shu tu dan iborat bir fa'ilning ta'si deymiz yoki muttasil domirlarning qo'shilishi nimaning alomati? Fe'lning alomati. Sokinlik ayollikning ta'sining qo'shilishimi fe'lning alomati. Zahabat, jalasat deganga o'xshagan. Ta'kidning nunining kirishimi fe'lning alomati. Masalan, izhabi deganga o'xshagan. Va alamatul harf unda bo'lsa, undan keyin muxotabning yasining kirishi. Muxotabning, ya'ni ayollikninki muxotab birlikninki. Muxotaba degani ayollik birlikninki yasining kirishi, bu mu fe'l alomati. Izhabi, tazhabina degandagi ya. Yuqoriqila fe'lning alomatlari. Unda harfning alomatlari qaysi deganda, harfning alomatlari yuqorida biz so'zlagan ismlarning alomatlarini qabul qilmaslik va biz so'zlagan fe'lning alomatlarini qabul qilmaslik bu harfning alomati. Biz yuqorida so'zlagan fe'lning alomatimi bo'lmasa, ismning alomatlaridan biri alomatmi bo'lmasa, buning bo'ladi harf bo'ladi. Unda bo'lsa bizning bu batdagi darsimizni ixchamlaymiz. Kelima. So'z necha qismga bo'linadi? 3 qismga. Birinchisi qaysi? Ism. Ism degan nima? Ism deganimiz o'zidagi ma'noga 3 zamonning biri bilan birikmasdan bildiradigan so'z, kitobun deganga o'xshagan. Buning alomati qaysi? Alomatni yuqorida so'zliq. Birinchisi al-ikhbar anhu. Uningdan xabar berish dedik. Biz yuqorida nima degan? Bil isnad ila ikkisi bir gap. Ya'ni uning yo'nalish, uningdan xabar berish degan gap uning mubtada bo'lash. Ismning alomati nima? Mubtada bo'lash. Al-idafa, ya'ni muzab bo'lash, alif lamning kirishi, tasg'ir, kichiklitish, rujaylu deganga o'xshagan, harfi jarning kirishi, tanvinning kirishi va harfi nidaning kirishi.
Mana bu ismning alomatlari. Ikkinchisi, so'zning ikkinchi qismi qaysi? Fe'l. Fe'l degan nima degan gap? Fe'l deganimiz o'zidagi ma'noga 3 zamonning biri bilan birikib bildiradigan so'z. Masalan, zahaba, badi, yadhhabu, baradu deganga o'xshagan. Endi fe'lning alomatlari qaysi deganda, uning alomati qatning kirishi, sinning kirishi, sawfining kirishi, nawasib, zivar qilg'uvchi qo'shimchalarning kirishi, javozim, sukun qilg'uvchi qo'shimchalarning kirishi, muttasil damirlarning ulanishi va at-tasrif. Yuqori so'zilmagan bir alomat tasrif, turilinish, ya'ni ikkilik, ko'plik, undan boshqa ba'zi ismlarni turilinadi. Shunga ba'zan kitoblarda buni so'zlamaydi. Ba'zi mushtaq ismlarni turilinadi. Ammo cho'ng jihatdan tasrif nimaning alomati? Fe'lning alomati. Harf. Harfning biz nima ko'rgandik? Uni bitta harf deganimiz o'zidagi ma'noga bildirmaydigan, balki boshqasidagi ma'noni bildiradigan so'z. Masalan, men, mo deganga o'xshagan. Uning alomati qaysi desa, ismning yoki fe'lning alomatini qabul qilmaslik uning alomati. Unda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Oxirida sizlarga ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Ko'nikmani ishlash qoidasi bundaq. Birinchisi, ixtar al-ijabati sahiha fi ma yali. Tuandagilardan to'g'ri javobni tanlang deydi. Oldin bizga savol bergan. Aslında 3 xil tanlash bergan. Shu tanlashning ichidan to'g'risini biz tanlaymiz. Masalan, birinchisi kalimatu jalasa, jalasa degan so'z alif ism, ba fe'l, jim harf deydi. Jalasa degan so'z ismmi, fe'lmi, harfmi? Ism bo'lsa alifni tanlaymiz, fe'l bo'lsa ba'ni tanlaymiz, harf bo'lsa jimni tanlaymiz. Mushu bo'yicha buni ishlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi to'g'ri xato. Da alamati sahih amama al-ibara sahiha va alamat xato amama al-ibara al-xato fi ma yati. To'g'ri ibora degan gap to'g'ri jumlaning oldiga to'g'ri belgisini, xato jumlaning oldiga xato belgisini qo'ying tuandikilardan. Birinchisi ilmus sarf, sarf ilmi ilmun bi usulin yu'rafu bihi ahvalu awakhir al-kalimat al-arabiyya i'raban wa bina'an deydi. Sarf ilmi mu'rab va mabnilik jihatdan arab tili so'zlarining oxirlarining ahvollari uning bilan bilinadigan qoidalarni bilish sarf ilmi deydi. To'g'rimi xato? Bu xato. Chunki bu nimaning qoidasi nahviningki. Mushu bo'yicha to'g'ri bo'lsa to'g'ri belgisi, xato bo'lsa xato belgisi qo'ysizlar, bu sizlarga qolib qoldi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, kelar soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.